Salom do'stlar, bugungi videoda Marvel Comics olamining eng qudratli personajlaridan biri Beyonder haqida bo'ladi. Uning kelib chiqishi, tarixi, kuch va qobiliyatlari bilan to'liq tanishamiz va Maxfiy urushlar komiksi haqida ham ko'plab ma'lumotlarni bilib olamiz. Shunday ekan, bugungi video ajoyib bo'ladi. Siz esa videoga bitta like bosib qo'ying, biz esa boshladik. Beyonder dastlab Marvel Comics olamidagi eng kuchli va sirli mavjudotlardan biri sifatida birinchi marta 1984-yilda chiqqan Maxfiy urushlar komiksida paydo bo'ladi. Beyonder bu Beyond Realm deb nomlangan o'lchovdan chiqqan mutlaq kuchga ega mavjudot bo'lib, milliard yoshda u olamdagi hamma narsa haqida qiziqadi va insoniyatni tushunish uchun Yerga keladi. Beyonder nafaqat Marvel olamidagi, balki multi olamlardagi eng kuchli mavjudotlardan biri hisoblanadi. Uning asosiy kuchlariga kelsak, Beyonder istagan narsani yo'qdan bor qila oladi yoki yo'q qila oladi. Uning jismoniy kuchi cheksiz darajada bo'lib, sayyoralarni oddiy zarbasi bilan yoki telekinez qobiliyati bilan yo'q qilishi mumkin. Uning chidamligi esa Supermannikidan bir necha yuz barobar ko'proq hisoblanadi. Beyonder teleportatsiya orqali koinotning yoki multi olamlarning istagan yeriga bora olishi mumkin. Beyonder vaqt, makon, fazo, moddani o'ziga xos tarzda boshqara oladi. Bundan tashqari Beyonder olam haqida cheksiz bilimga ega bo'lib, koinot haqida barcha ilmlarga ega hisoblanadi. Beyonder har qanday shaklga kira oladi va tanasini istagancha kuchli moddalarga yoki materiyaga aylantirishi mumkin. Bu borada unga Dr. Manhattan, Sentry, Phoenix kuchiga ega Jean Grey, Galactus, hattoki qizil jodugarlar ham teng kela olishmaydi. Beyonderning kuchi cheksizlik toshlardan ham kattaroq bo'lib, istasa ularni yo'q qila oladi. Beyonder hozirgi eng kuchli qasaskorlar Thor, Kapitan Marvel, qizil jodugar, Doctor Strange'larni juda osonlik bilan yenga oladi. DC olamidan esa odatda Beyonder bilan Anti-Monitor, Lucifer va Spectre'lar solishtiriladi. Beyonder hattoki Kimsan tirik tribulanni ham yenga oladi. Beyonder komikslarda Maxfiy urushlar deb nomlangan ulkan voqeani boshlab beradi. U Yerning eng qudratli qahramonlari va yovuzlarni yig'ib, ularni janglar sayyorasi deb nomlangan sayyoraga yuboradi. Beyonderning maqsadi ularning ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurashlarini kuzatish va insoniyat mohiyatini tushunish edi. Beyonder 2015-yil chiqqan yangi Maxfiy urushlar komiksida kuchsizroq tasvirlanadi va o'zgartiriladi. 1984-yilda bir dodam Beyonder bo'lgan bo'lsa, 2015-yildagi versiyada ular butun reallikdan tashqarida yashaydigan bir nechta mavjudotlar sifatida namoyon bo'ladi. Bu Beyonderlar tajriba sifatida har bir olamda molekula odamlarni nusxalarini yaratishgan bo'ladi. Har bir molekula odam bir vaqtning o'zida portlasa, butun multi olam yo'q bo'lardi. Beyonderlar esa aslida multi olamdan tashqarida bo'lib, ular olamlarni yo'q qilishni xohlashardi. Buni istamagan Dr. Doom va Dr. Strange Reed Richards bilan birga bu tahdidni to'xtatishga harakat qilishadi. Bu komiksda Dr. Doom eng kuchli yovuz yoki koinotni qutqaruvchi qahramon sifatida namoyon bo'ladi. Natijada Doom Galactusni yengib qurolini olib qo'yadi va barcha molekula mellarni yig'ib, ularning kuchini jamlab Beyonderlarni o'ldiradi. So'ngra u Beyonderlarning kuchini o'zlashtiradi va yangi God Emperor Doom nomi bilan tanilgan Battle World, ya'ni janglar sayyorasi degan yangi dunyoni yaratadi. Bu dunyo ko'pchilikka yoqmaydi, chunki Doomning boshqaruv tizimi erkinlikni cheklardi. Keyinchalik Mr. Fantastic molekula menni odamlarning yaxshi ekanligiga ishontirib, birgalikda Dr. Doomni kuchidan mahrum qilishadi. Doom kuchini yo'qotgach, oddiy odam bo'lib qoladi va barcha g'azabidan ham qutuladi va yangi olamda hayot kechira boshlaydi. Beyonder multi koinot miqyosida juda kuchli mavjudot bo'lsa-da, bu olamda yagona qudrat sohibi emasdi. Dr. Doom juda aqlli strateg edi. Molekula men katta qudratga ega bo'lsa-da, uni boshqarib turish kerak bo'lgan. Reed Richards esa daho darajadagi intellektga ega edi. Bu komiksda sezgan bo'lsangiz, Tony Starkdan ko'ra Reed Richards ancha aqlliroq bo'lgandi va eng muhim rollardan birini bajargan. Dr. Strange esa Doomning yordamchisi bo'lib katta tajribaga ega edi. Shunday bo'lsa-da, Beyonder Marvel olamidagi eng qudratli personajlardan biri hisoblanadi. Kelajakda Beyonder 2027-yilda chiqadigan Maxfiy urushlar filmida paydo bo'lishi mumkin. Ammo filmda barcha narsa o'zgarib ketishi ham mumkin.
Chunki bu filmda qahramonlar juda ko'p bo'ladi va multi olamlardan juda ham ko'plab personajlar qatnashadi. Bu filmda asosiy yovuz albatta Doktor Doom bo'ladi. Lekin katta ehtimol bilan biz Beyonderni bu filmda ham ko'rishimiz mumkin. Okay, let's go. Kanalingiz uchun dizayner qidiryapsizmi? Unda aynan Magneto Design siz uchun. Magneto Design siz uchun ajoyib prevyular, avatarkalar va bannerlar tayyorlab berishi mumkin. Aynan bizning videolar uchun ham Magneto Design prevyular tayyorlab beradi. Shunday ekan, kanal silkasi kommentariyada bo'ladi. Mana Beyonder haqida barcha ma'lumotlarni bilib oldingiz. O'ylaymanki, bugungi ma'lumotlarim siz uchun foydali bo'ldi va kerakli ma'lumotlarni bilib oldingiz. Mana bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu bilan siz kanal rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Agar o'z savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Sardor bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha izlar.